Avvalambor bir narsani unutmasligimiz kerakki, bizni Hanafiy usulimizda, Hanafiy qoidamizda, Hanafiy mazhabimizda barcha ibodat masalalari, u namoz bo'ladimi, u zakot bo'ladimi, u haj amallari bo'ladimi, qanday amallar bo'lmasin, barcha amallar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning umrlarini oxirlarida din mukammal bo'lgan holatda ko'rsatib bergan amallari olinadi. Bizning usulimiz, qoidamiz shu. Shariat mukammal bo'lib payg'ambarimizga nozil bo'lgandan keyingi surat olinadi va eng ko'p amal qilib, eng ko'p sahobalarga ko'rsatilgan amallari bizning usulimizda qabul qilingan ekan. Demak, namozni kayfiyati qanday bo'ladi? Ko'rinishi, hay'ati qanday bo'lishligini ko'rib chiqamiz. Namoz nima bilan boshlanadi? Namoz takbir bilan boshlanadi. Birinchi takbirda qo'limizni quloq barobarigacha ko'taramiz. Dinimizda, ya'ni shariatimizda Imom Abu Hanifaning eng katta shogirdlaridan bo'lgan Mabsutning sohibi Sarafsi Abu Hanifadan rivoyat qilgan quyidagi hadisni keltirib o'tadi. رواه أبو حنيفة قال حدثني حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده عند التكبيرة الإحرام ثم لا يعود. انتهى من المبسوط السرخسي. Mana shu zikr qilgan sanadimiz, ya'ni Abu Hanifa ustozlari Hammod Ibrohim Naha'iydan, Ibrohim Naha'iy Alqamadan, Alqama esa Abdulloh ibn Mas'uddan qilingan mana shu silsila shariatimizda, istilohda as-silsila zahabiyya deyiladi. Bu nima degani? Bu oltin silsila degani. Buni sihhatligida, buni to'g'riligida shubha yo'q. Chunki har bir Ibrohim Naha'iy ham, Alqama ham, sahoba Abdulloh ibn Mas'ud ham hammalari faqih, hammalari muhaddis, hammalari o'zlarining davrlarida tengiyib olimlar. Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilingan hadisda u kishi aytadilarki, albatta Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi ihrom, ya'ni harom qiluvchi, nimani harom qiluvchi? Dunyo ishlaridan bo'lgan barcha narsani, so'zdan bo'lsin, amaldan bo'lsin, yeyishdan bo'lsin, takbir ula, Allohu akbar dedikmi? Bo'ldi, barcha narsa harom bizga. Mana shu harom qiluvchi takbirdagina Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'llarini ko'tarar edilar deb Imom Sarafsi o'zlarining mabsudlarida rivoyat qilyaptilar.